Andijonga ikkita matrisasi bilan tayyor bo'ldi. Akamiz bitta universal drivilka, bitta granulyator va bitta 50 kg sig'imli meshalkani zakaz qilishgan. Hozir bunda granulyatorımizda yirik matrisasida shu 6 mm razmerda yem chiqarib ko'rsatib beramiz. Qani boshladik. Ko'rgan bo'lsanglar, o'ta presslari chiroyli, qattiq. Xudo xolasa bu yemimiz chiqqandan keyin yana ham qotadi, yemimiz qizib chiqyapti. Yemimiz tarkibida faqatgina makka, bug'doy, kepe bor. Siz xohlasangiz arpa qo'shasizmi, beda qo'shasizmi, yantoq qo'shasizmi, xohlagan mahsulotingizni qo'shishingiz mumkin. Chiqarishlari o'ta chiroyli. Ovoz degan narsa yo'q. Ro'zg'orga eng ideal variant mol, qo'y, baliq, tovuq, quyon Lubo yo'nalishi yem chiqarsangiz bo'ladi. 6 mm da chiqishi mana. Bu razmer 6 mm razmerimiz mol, qo'y, baliqlarda ideal razmer hisoblanadi. Ko'rgan bo'lsangiz, umuman to'xtab qolmaydi. Xohlaganingizni solib tashlasa ham bo'laveradi. Faqat pokiz yaxshi bo'lishi kerak. Soatiga bemalol 50-60 kg chiqaraveradi. Narxi 8 million so'm. O'zbekiston bo'yicha ular shahar markazlarida dastavkalarni sekin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.